Arsenal oxirgi daqiqalarda yana oldinga o'tyapti. Rice yaxshi zarbasi bor, hammamiz bilamiz. Uzatma berdi, o'tmayapti. Holland olib chiqish kerak. Erling shunchaki tepib yubordi. Va do'stlar, bo'ldi. 7 daqiqa qo'shilgan vaqt tugayapti. Final deydi-ku. Finaldagi atmosfera bor bu yerda Etihadda. Hamma tushunib turibdi bu o'yinning qiymatini. Va Raya berarmikin vaqt? Oldinga Rush. Foden. Ortga. Gigi Donnarumma. Uzoqlashtirdi. Xato. Bo'ldi. Do'stlar, Manchester City g'alaba qozondi. Va Abduqodir Husanov bu finalda 90 daqiqa harakat qilib ajoyib o'ynadi. Va biz bu uchrashuvni markaziy sektor jamoasi bilan Etihadda kuzatib bordik. City endi 3 ochkolik farq bilan yaqinlashyapti. Zaxirada o'yini bor. Qo'shimcha ko'rsatkichlarni yaxshilash imkoniyatiga ega. Hali chempionlik hal bo'lmadi, ammo chempionlik uchun muhim qadamni tashladi Manchester City. Va shunaqa gaplar do'stlar.